Hammaga assalomu alaykum. Xo'sh, bu obyektimizda palif montaj ishlarini qilish uchun keluvdik. Qilgan ishlarimiz bilan qisqacha tanishtirib o'tmoqchimiz. Огородimiz 240 kvadratdan iborat, 2 sotixdan kattaroq. Biz bu yerda Hunter firmasini 0 gradusdan 360 gradusgacha suv sepadigan nasatkalarni tanladik. Uni afzalliklari o't o'sgan paytida uni o'rish uchun o't o'radigan gazonokosilkada o'tni o'rgan paytda nasatka mana shunaqa shu holatda yer bilan baravar holatga turadi. Suvni yoqqan paytimizda ichidan nasatkani ichidan turbasi chiqib turib, kerakli suvni sepib turib yana ichiga kiradi. Xo'sh, shuni hozir ishlash jarayonidan ham ko'rsatamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 10 sm ichidan nasatkani ichidan uzun bo'lib chiqdi. Bunisi mana 180 gradusga sepadi. Bular o'rtadagilar 360, burchakdagilar 90 gradus sepadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Faqat kerakli joyga tashqariga chiqmagan holatda, mana shu holatda sepadi. Bu nasatkamiz u nasatkani tagigacha mana shunday 90 gradus atrofiga burchak ostida shunday sepadi. Bunisi 180 bunaqasiga, keyingisi 180, xullas bunisi 360 shunaqa bo'lib bir raund to'ldirib suvni sepadi. Buni ikkita zonaga bo'laganmiz, 15 ta 15 ta qilib turib, nasatkalar 15 ta yarimga 15 ta yarimga ikkiga bo'laganmiz. Kontroller orqali magnetik klapanlarda vaqti bilan o'chirib yopiladi. 5 minut bunisi, 5 minut bunisi yoki 10 minut 10 minut, 3 minut 3 minut qilib vaqt belgilab qo'yish mumkin. Masofadan turib boshqarish mumkin. Hozir nasos va kontrollerlarni ham holatini ko'rsatamiz. Xo'sh, mana vaqtinchalik montaj qilib qo'yildi. Hali bu yer kafil beradi, o'zgarishi ham mumkin joylari. Xullas, ikkita zona uchun ikkita elektromagnetik klapanni o'rnatdik. Buni kontrollerga ulab boshqariladi. Bundan vaqt qo'yishimiz mumkin, boshqarishimiz mumkin, qancha ishlash kerak, qancha paytda o'chish kerak. Shularni kiritib qo'yib, haftalik, kunlik, oylik rejimlarni kiritib qo'ysak, o'zimiz belgilagan ssenariy bilan o'chib yonadi. Sistemamizni qishga bo'shitib qo'yish uchun silif qildik. Holati shunaqa. Bu sistemamizni mana bu nasos orqali suv taqsimlanadi. Bu yerdagi holati vaqtinchalik turibdi. Bochkani hali vodoprovoddan suv kelmaganligi uchun shu suvda to'ldirib, proverka qilib ishlatib ko'rdik. Hammasi uylaganimizdek chiroyli ishladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hammalaringizga rahmat.